Endi mana bu joyda innama hiya a'malukum degan kalimani biz ta'birlardan bittasini olib, mana bu sizlarning amallaringlar deb tarjima qildik. Biz o'zbeklarga tushunish oson bo'lgan ma'no shu bo'lgani uchun. Lekin bu yerda ikkinchi bir ma'no bor, shu hiyada. Innama hiya a'malukum degan hiyada ikkinchi bir ma'no bor. U nima desa, bu hiya mana bular degan ma'noni ham bildiradi. Ikkinchisi gap shuki shundan boshqa emas degan gap ma'noni ham bildiradi. Gap shuki, men sizlarni hamma ishinglarni hisob-kitob qilib turaman va to'liq uni jazo mukofotini beraman. Endi men ana shunday qilib to'liq jazo mukofotini berganimdan keyin nima bo'ladi? Men zulm qilmayman. Boriga hisob-kitob qilib beraman. Faman wajada khayran falyahmadillah. Kim endi yaxshilik topsa, Allohga hamd aytsin. Kim yaxshilik topsa Allohga hamd aytsin. Mana shu joyda davomini ham aytib qo'yaylik. Wa man wajada ghayra zalik fala yalumanna illa nafsa. Kim yaxshilikdan boshqa narsani topsa, o'zini malomat qilsin xolos. Allohga hech qanaqa shikoyatga haqqi yo'q. Hadisning mana shu joyi dunyoga ham oxiratga ham tegishli. Oldingi qismini ham unga demak muqaddima qilsak bo'ladi. Inson bu dunyoda nima topsa, o'zini kasbidan bo'ladi. Ma asabaka min hasanatin fa min Alloh. Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum. Sizlarga nima musibat yetsa, o'zingizlarning qilmishinglardan. Ya'ni inson bu dunyoda qilgan amaliga javob olar ekan. Kama tadinu tudan, qilganingning javobini olasan. Endi kim yaxshilik topsa, natija yaxshi bo'lsa, dunyoda aytaylik, falyahmadillah, Allohga hamd aytsin. Birinchi dunyodagi ma'nosini o'rganib olamiz, keyin oxiratdagisi ikkinchi asosiy ma'noga o'tamiz. Kim yaxshilik topsa, Allohga hamd aytsin. Demak, kim agar yaxshilikka muvaffaq bo'lsa, Allohga hamd aytsin ekan. Nimaga? O'sha yaxshilikni hidoyat kimdan edi? Kullukum dallun illa man hadaytu. Adashgan edinglar, men hidoyatni ko'rsatdim, hidoyat topdinglar. Allohni agar o'zi tanitmasa, biz Allohni taniy olarmidik? Yo'q. Ibodatni o'rgatmasa, qila olarmidik? Yo'q. Yaxshilik, ezguliklarni Alloh bizga ko'rsatib, unga bizni qalbimizni moil qilib, unga bizga qudrat hosil qilmasa, qila olarmidik? Yo'q. Shuning uchun agar yaxshilik topsa, Allohga hamd aytsin. Ulamolarimiz aytadilarki, agar siz bir yaxshi amalni qila olsangiz, Allohga hamd ayting. Alhamdulillah. Men qildim, etdim, do'ndirib qo'ydim demang. Alhamdulillah. Alloh muvaffaq qildi, alhamdulillah. Allohga hamd. Ishni men qilganman-ku. Bir hol qilsam bo'lmaydimi desa yo'q. Hamd Allohga. O'shaning uchun Qur'on nima bilan boshlandi? Alhamdulillah. Namozda har doim birinchi aytadiganimiz nima? Alhamdulillahi robbil alamin. O'qiydigan so'ramiz. Hamd. Hamd Allohga. Agar kim yaxshilikka muvaffaq bo'lsa, hamd aytsin. Qancha ko'p ibodat qilsa, shuncha ko'p hamd aytish kerak. Qancha ko'p Allohning diniga agar xizmat qilish sizga nasib qilsa, shuncha ko'p hamd ayting ekan. Aytadilarki, shukrni taqozo qiladi, hamdni vojib qiladi. Agar siz hamd ayta olsangiz, yana hamdga muvaffaq bo'lganingiz uchun hamd lozim keladi. Agar shukr nasib qilsa, shukr vojib bo'ladi. Nimaga? Shukrga Alloh sizni muvaffaq qilsa, demak sizga ne'matini ziyoda qilmoqchi va oxiratda savob bermoqchi. Nimaga shukr qilmaysiz? Bitta yaxshilik qildingiz, o'zi Alloh qodir qilgani uchun qildingiz. Umrni kim bergan? Alloh bergan. Quvvatni kim berdi? Alloh berdi. Mana hali korona virus tarqalgan paytda hamma yo Xudo Alloh deb qoldi. Inson ojizligini his qildi. Hamma inson his qiladi boshiga ish tushgan paytda. Lekin aql shuki, u boshiga ish tushmay turib shuni anglay oladi. Quvvatni kim berdi? Alloh berdi. Kun, tun siz ishlatayotgan asbob uskuna, mol dunyo borib tog'ni o'yib kelib
toshidan sotib pul qilyapsiz. Turpoqni olib, tillaga aralashtirib telefon yasayapsiz. Inson nima ishlayotgan bo'lsa, nima qilayotgan, nima kasb qilayotgan bo'lsa, qayerdan topyapti? Agar Marsga chiqib, Marsdan tuproq olib tushib, bu narsa yasasa ham Allohning mulkidan olgan bo'ladi. Unga ishlayotgan, uni hosil qilayotgan aql, quvvat kimdan? Allohdan. Ibodatga siz muvaffaq bo'libsiz. Tahorat olgan suvingiz. Bir tomchisini o'zingiz yaratganmisiz? Yo'q. Taom yeyotgan taomingiz. Falyanzurul inson ila ta'amihi anna sababnal ma'a sabba. Odam yeyotgan narsasiga qarasin. Biz uni qanday qo'liga yetkazib qo'ydik? Ulamolar aytadilarki, agar qo'lingga bir burda non olib yemoqchi bo'lsang, shuni tafakkur qilib, mana shu non qo'lingga kelgunicha Allohning qancha mahluqotlari xizmat qilgan. Oy, quyosh, yer, dehqon va hokazo. Endi mana shu yeyishingiz, ibodatga, tahoratga suvingiz, masjid, ibodatning go'zalligi nima bor bizda o'zi? Hech narsa yo'q. Shuning uchun agar yaxshilikka muvaffaq bo'lsa, inson falyahmadillah, Allohga hamd aytsin. Endi shuncha ne'mat bo'lib turib, lekin inson gunoh qilib qo'ysa-chi? Va man wajada ghayra zalik, kim bundan boshqa narsani topsa. Hadisdagi ifodani nazokatini ko'ring. Kim yomonlik topsa deyilmayapti. Kim yaxshilikdan boshqa narsa topsa. Topgan yaxshilik emas ekan, boshqa narsa ekan. Demak, yaxshi emas narsa. Nima bo'ldi endi? Allohga ta'na qilsa bo'ladimi? Hamma narsani muhayyo qilib qo'ydi, lekin u o'zi nonko'rlik qildi. Fala yalumanna illa nafsa. Endi o'zini malomat qilsin xolos. Shaytonni malomat qilsa bo'lmaydimi? Shayton meni seni adashtirding desa bo'lmaydimi? Nega? Qiyomat kuni vaqala shaytonu lamma qudiyal amr. Qiyomat kuni shayton aytadi: Innalloha va'adakum va'dal haqqi va va'adtukum fa akhlaftukum. Alloh ham sizlarga va'da qildi, men ham sizlarga va'da qildim. Men va'daga xilof qildim. Men sizlarga yomonni chiroyli ko'rsatdim, gunohni yaxshi ko'rsatdim. Nafsiylarni o'zingizlarga ustun qo'yib berdim. Ma ana bimusrihikum wala, bu bir-birimizga da'vo qilishga haqqimiz yo'q. Men sizlarni illa an da'awtukum fastajabtumli. Sizlarni chaqirdim, xolos, o'zingizlar ijobat qildinglar-ku. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Men emas, o'zingizlarni malomat qilinglar, deydi. Nimaga? Chunki Alloh aytganki, shaytonga inna ibadi laysa laka alayhim sulton illa man ittaba'aka minal g'awin. Bandalarimning ustida senga hukmronlik yo'q. Magaram ergashganlarni olib ketaver. Shuning uchun inson o'zini o'zi malomat qilsin xolos. Bu dunyoda agar siz muvaffaqiyatga erisha olmasangiz, ibodatga, yaxshi ishlarga, ilmga, boshqa ishlarda muvaffaqiyat topa olmasangiz, yaxshilikka erisha olmasangiz, Allohdan nolimang. Fala yalumanna illa nafsa. O'zini malomat qilsin. Endi bu dunyodagisi. Oxiratda ham xuddi mana shu manzara bo'ladi. Inson qiyomatga amallarini ko'tarib borganda, amallarga hisob-kitob qilib sarflaganida haqqi unga ado qilinadi. Agar olgan natijasi yaxshi bo'lsa, Allohga hamd aytsin. Nimaga shu joyda Allohga hamd aytsin deyilyapti? Ya'ni u o'zidan xursand bo'lsin desa bo'lmasmidi? Ha? Chunki insonning o'zida hech narsa yo'q. Inson qo'liga nima yaxshilik kelsa Allohdan u. Ma asabaka min hasanatin fa min Alloh. Senga nima yaxshilik kelsa Allohdan. Va ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Lekin senga yomonlik yetsa o'zingdan u. Shuning uchun Rasul akam alayhisolatu vassalom oyatda ham keladi, Qur'onda Rasulullohning duolarida ham keladi. Biyadikal xayr. Ey Alloh, hamma yaxshilik seni qo'lingda.
Nimaga yomonlik ham Allohning qo'lida deyilmaydi? Chunki yomonlik nisbiy narsa. Yomonlik o'zi yomonlik bo'lmaydi. Bizga nisbatan yomonlik bo'ladi. Allohning yaratganining ichida yomonlik yo'q. Alloh faqat yaxshilik yaratgan, insonning nafsi o'sha yomonlikka o'zi sabab bo'ladi. Shuning uchun qiyomatda agar yomon natija olsangiz, yomon natija olsa inson fala yalumanna illa nafsa, faqat o'zini malomat qilsin. Va qalu alhamdulillahi va naza'na ma A'rof surasida va naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar. Biz qiyomat kunida jannat ahlining qalbidan hamma g'illi-g'ashni sug'urib olib tashlaymiz. Pok bo'ladi. Va qalu alhamdulillahi allazi hadana li hadha va ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Jannatga kirganda jannat ahllari aytishadiki, bizni mana shu jannat yo'liga hidoyat qilgan Allohga hamd bo'lsin. Agar Alloh hidoyat qilmaganda biz hidoyat topolmasdik deyshadi. Va qalu alhamdulillahi allazi sadaqana wa'da. Jannat ahllari jannatga to'p-to'p bo'lib kirayotgan paytda bizga va'dasiga vafo qilgan Allohga hamd bo'lsin deyshadi. Mana shu hadisda falyahmadillah, o'sha yaxshilik topsa hamd aytsin deganda jannat ahli nazarda tutilgan bo'lar ekan. Jannat ahli Allohga hamd aytar ekan, jannatga erishgan paytda. Aytmas ekanki, biz joy ishtiboplaganmizda o'zi. Falonchilar o'qilib yurgan paytda biz bunday ishlar qilganmiz demas ekan. Allohga hamd bizni mana shunga muvaffaq qildi der ekan.